Assalomu alaykum hammaga. Ushbu patologimizni ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Eng qizig'i bu patologimizni Azizbek shogirdimiz bitkazdi. Azizbek, necha yoshdasiz? 16 yoshli shogirdimiz. Mana ko'rasizlar, shu patologni bitkazib berdi. Necha yildan beri shu sohadasiz? 2 yildan oshdi. Azizbek shogirdimiz hozir yangi telefon olmoqchi. Ko'ramiz shu videomiz nechta layk yig'arkan. Har bitta layk uchun 100 so'm, har bitta kommentariy uchun 100 so'm to'lanadi. Ko'ramiz nechta layk yig'arkan bu videomiz. Assalomu alaykum, MDF Patolog Vodiy kanali kuzatuvchilari, bizni kuzatib borayotgan vatandoshlar. Mana bizda navbatdagi obyektimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qoratepa shaharchasida 7,5 ga 3,5 darvozaxonamizni zamonaviy MDF patologdan chiroyli qilib zamonaviy qilib bezatib beramiz. Xudo xolasa kuzatib borishda davom etasizlar. Videoga bitta dona like bosishni unutmaysizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu darvozaxonamiz 7,5 ga 3,5 razmerda. Hop. Lazerdan nollarni chiqarib oldik. Osmalarini pashti bitkazdik. Endi rekasini to'qish jarayoni ketadi hozir bizda. Usta akamiz Muhammadjon oxirgi ish jarayonlari ketyapti. Darvozaxonamizning holati, bu taraflar endi oldin bo'lgan. Bu ikkita xona ayvonimizni oldi qismi, ayvon. Shunaqa sariq hamda qizil korishniy rangda MDF qilingan. Bu tarafimiz ham qilingan. Bu tarafga sal boshqacharog'idan qilingan. Oq hamda qora, shunaqa gulli fasonidan qilingan MDF patologi. Endi darvozaxonamizga chiroyli qilib, zamonaviyroq qilib fason chiqaramiz. Kuzatishda davom etasizlar. Karkaslarni ham mana to'qib oldik. Endi svetlarni mana kabellarni ham tashalgan. Chiroyli qilib montajlarni qilib patologlarni montaj qilib olsak, xudo xolasa, bu ham chiroyli bo'lib chiqadi hali. Kuzatishda davom etasizlar. Mana hozirda gullarimizga o'rstiklo yopishtirish jarayoni ketyapti. Bu yerda o'rtamizga 1,5 diagonalli gulimizga o'rstiklolarni yopishtiramiz. Bu tarafdan ikkita 90 li gulimiz bor, bunga ham o'rstiklo yopishtirib, tagiga LED Duralight metrajli lampalardan montaj qilib chiqamiz. Bunisi 25 ga 3 metrli gullarimiz. Ularni ham tagiga shunaqa Duralightlardan montaj qilib turib, o'rstiklarni yopishtirib montaj qilib chiqamiz. Chiroyli qilib. O'rstiklo montajdan keyin chiroqlarni montaj qilib oldik. Ustanovkalari ketyapti hozir bizda. Kadrda svetimiz o'ynab qolyapti. Ahamiyat bermaysizlar. Darvozaxonamizga LED lampalarini ham o'rnatib oldik. Kameraga omangi. Darvozaxonamizga fasonimiz chiqdi hisobda. Endi gullarini yopishtirsak, bunaqa uzun gullarini hozir o'rstiklo qilib turib, shu liniyalarga chiroyli qilib qotirib chiqamiz. Xudo xolasa, pashti bitib qoldi. MDF endi qanday turadi namga, tumanga deydiganlar uchun mana bu tarafimizni o'zimiz qilgandik. 4 yil bo'lib qoldi. Bu ayvonimiz 9 metrga 3 metrli ayvonga 4 yil bo'lib qoldi.
narigi tarafini o'tgan yili qilgandik. Bu tarafini o'tgan yili qilgandik. Xudo xolasa hali zo'r turibdi. Sifati ham o'zgarmagan. Ideal holatda turibdi. Bu tomoni ham, bu tomoni ham. Gullarimizni ham почти montajini qilib oldik. Kech tushganda bitta kadr qilib olay dedim. Lesalar ozgina mishat qilyapti endi. Juda ham chiroyli bir hashamatli fason chiqyapti o'zi ham. Lampochkalari bilan. Ro'zaxonamiz ham bitta, xudo xolasa. Juda ham bir chiroyli fasonda chiqdi. Ro'zaxonamizga shunaqa tilla rangli uyg'unliklardan klaydan montaj qilib chiqdik. Choklariga, chekkalariga. Bu tarafda endi bugun qor yog'di. Shogird bolalar mana qor bo'ron o'ynashyapti. Bugungi sanamiz 23-yanvar 2026-yil. Bitgan holati bu darvozaxonamizga 3,5 ga 7,5 joyimizga mana chiroqlarni o'chirib yoqamiz bir qator. Chekkadagi chiroqlari har xil yonar ekan. Yetti yarimga 3,5 darvozaxonamizga materialini o'ziga $700 rasxod ketdi. Usta xizmati 1 kvadrat metri ketgan materialiga 70 ming so'mdan qilib berdik. Shu fasonimizni taraflarini yana bir qator ko'rsatamiz. Gullik MDFimiz hamda taraflarimiz endi video davomida aytib o'tgandim, 4 yil oldin qilingandi. U paytda bunaqa rangdagi MDFlar yo'q edi. Bunisini o'tgan yil qilgandik. Endi rom bo'lgandan keyin keyinchalik yopilib ketadi. Darvozaxonamiz отдельный shunaqa oq va qora mramordan foydalandik. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta dona like bosasizlar, kanalimizga obuna bo'lib ketasizlar. Xudo xolasa kimga shunaqa MDF patolog xizmatlari zarur bo'lsa, chiroyli qilib vodiy bo'ylab asosan kelishib qolsak, respublika bo'ylab ham borib qilib beraveramiz chiroyli qilib.